Yıldızlarning ikki turlik vazifasi bor. Biri daraxtni tutib turish, yana biri daraxtga tuproqdan ozuqliq yetkazish. Lekin ağaca va qarag'ayga o'xshash yangi yaproqliq daraxtlar o'sadigan tuproqlar organik tuproq bo'lmaganligi uchun yiltizi lozimliq moddalarni tuproqdan sumiranmaydi. Daraxt bu sababdan oylanolmay turganida to'satdan tuvidan gumbimadak o'lib chiqib yiltizga tutishib daraxtga kerakli moddalarni tayyorlab beradi. Daraxt bu yaxshilikqa javob qaytarib ishlab chiqargan shakarning bir qismini uningga beradi. Yuqorida so'zlangan haqiqatlarning ijodchisi bo'lgan Allohga ishonmasang, tövendagi savollarga javob berib boq. Birinchi, gumbimadak daraxtning bu qiyinchiligini qayerdan biladi? Albatta buni bilishi mumkin emas. Bilish degan ilm sifatida tepilgan vaqtda ondan bo'ladi. Gumbimadakning ilmi yo'qdir. Yoki sen o'zidinmi xabari yo'q gumbimadakni Ibn Sinoga o'xshash ilmi bor demakchimi? Garchi bu ish uning qo'lidan kelmaydi. Ikkinchi, ilmlik va daraxtning qiyinchiligini biladi deyli, lekin daraxtga yordam qilish kuyimchanlikning bir namoyandasidir. Gumbimadak kuyimchan bo'lmagan bo'lsa, yordam qilmagan bo'ladi. Yoki sen gumbimadakning kuyimchanlik ruhi bor demakchimi? Uchinchi, bilim bilan billa kuyimchan deb mo'tirayli, lekin yiltizmi qilinmagan ishni gumbimadak qandoqmi qila olsin? Daraxtga lozimliq moddalarni qandoq ishlab chiqaradi? Yoki uning bir cheksiz qudrati bor deb qaramsan? To'rtinchi, gumbimadak daraxtga lozimliq moddalarni ajaba qayerdan oladi? Qaysi maktabda botanika o'qigan bo'g'aydi? Masalan, sen daraxtga qaysi moddalarning lozim bo'ladiganligini bilamsan? Agar bilmayman desang, shu savolga javob berib boq. Ajaba gumbimadak sendin mubak aqlliqmi? 5. Daraxtning bo'lsa yaxshilik yerda qolmas degandek ishlab chiqargan shakardan gumbimadakka berishi daraxtning kuyimchanligining bir alomatimi? Ya'ni bu daraxt yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytaradigan ulug'vor bir daraxtmi? Bundaq so'raydigan bo'lsak, nurg'un savollar chiqadi. Shunisi aniq bo'lgan bo'lishi mumkinki, Allohni inkor qiluvchilar mushundoq ko'plagan asossiz jo'ylishlarni qabul qilgan bo'ladi.